Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Haydovchilik guvohnomasini olishga, imtihonga tayyorgarlik ko'rish uchun ushbu ilovadan yana foydalanishni boshladik. Hammalarga imtihonlarda yaxshi o'tib olishlarini tilab qolaman. Guvohnomani olib, o'zinglar yoqtirgan mashinani minib yurishlarini tilab qolaman. Qani bo'lmasam boshladik. Obuna bo'lishni unutmang. Birinchi savolimiz: bu belgi nimani bildiradi? Nogironlar taniqlik belgisi bo'lgan avtomobillar uchun 30 metrdan keyin to'xtab turish joyiga kelishini. Xo'p, uchinchi javob to'g'riga o'xshayapti. Birinchi va uchinchisi ikkasidan bittasi to'g'riga o'xshayapti. Birinchisini izlaylikchi. Ana. Birinchisida xato qildik. Qaysi holatda egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi ta'minlanadi? Uzatma ulaganda. Xo'p, qaysi rasmda haydovchi to'g'ri burilmoqda? Chapdagi. Xo'p, davlat yo'l-patrul xizmati xodimi xizmat ruxsatsiz transport vositasini yuk bilan yoki yuksiz harakatlanishiga qanday yuqori maksimal kenglikda yo'l qo'yiladi? Xo'p, yuqori maksimal kenglikda. Javobga tushunmadim. 2 metrda belgilab ko'ramiz. 2.55 ekan. Xo'p, qaysi rasmda ajratuvchi mintaqasi bor bo'lgan yo'l ko'rsatilgan? Xo'p. Menimcha har ikkisida ham bor. Chunki o'rtada bunda ikkita oq chiziq turibdi. O'nglayinda maysa zo'r qilib qo'ygan. Har ikkisida ham. O'ng tarafda endi. Xo'p. Kunning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitlarda yo'l qoidalari qoldirilgan yo'lda qoldirilgan yo'l mashinalari, qurilish materiallari, qurilma va hokazolar bildirishi kerak. Tegishli yo'l belgilari bilan yo'naltiruvchi va tevaraga ulovchi moslamalar bilan qizil yoki sariq yoritgich chiroq bilan barcha sanab o'tilgan to'g'ri menimcha. Xo'p, 7-savol. Yonlamma oraliq masofani tanlashda tezlikni daxli bormi? Yonlamma oraliq masofani tanlashda tezlikni aloqasi yo'q. Xo'p. Yuk avtomobil haydovchisiga avtomagistralda nima taqiqlangan? 5 yoki 6 11 yo'l belgilangan joyga to'xtash. Orqa bilan Mexanik transport vositalarini shatakka olish.
barcha sanab o'tilgan harakatlar orqa bilan harakatlanish ekan. Jihozlangan bekatlarini bo'lmagan tramvay to'xtash joylari unga chiqish uchun qachon qatnov qismi chiqishiga ruxsat etiladi. Tramvay to'la to'xtalgandan so'ng javob to'g'ri. Xo'p. Mayoqchasi yoqilgan transport vositasiga harakatni to'g'ri davom ettirishga ruxsat beriladimi? Ruxsat beriladi. Taqiqlanar ekan. Xo'p. Svetoforning qizil va sariq ishoralarda yuqori yo'naltirgichlar nimani axborot beradi? Xo'p. Birinchi javob to'g'ri. Bu oldingi savolimizda ham tushgandi. Turar joy daqiqasida yo'lga chiqishda yo'l berish zarur. O'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositasiga ko'k rangli yalt yo'lda o'tuvchi chiroqchi mayoqcha yoqilgan transport vositasiga chap tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositasiga barcha transport vositalariga chap tomondan barcha transport vositalariga. Xo'p. Qizil avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Qizil avtomobil chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Chunki bizda mana svetoforda tagida asosiy qilib belgilayapti. Birinchi bo'lib kesib o'tadigan, chunki asosiy yo'l turgan ekanda. Chorrahani oxirgi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Xo'p. Qizil. Yo'lovchilarning va mahkamlanmagan yuk shiddat bilan oldinga surilib ketishiga nima sabab mumkin? O'n oltinchi savol. Yengil avtomobilning tom qismiga o'rnatilgan yukxonasida yukning balandligi maxsus moslamalar bilan mustahkamlangan holda velosipedlarni tashish bundan mustasno. Necha metrdan oshmasligi kerak? Hop, menimcha 0,5 1 metrdan oshmasligi kerak ekan. O'ng va chap g'ildiraklarining shinalari turlicha siyqallangan avtomobildan tormoz berish qanday xavf va oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ular qizib ketishiga, avtomobilning ag'darilib ketishiga. 3-savol. Javob to'g'ri. Xo'p, yopiq shlagbaum oldida turgan transport vositalarini aylanib o'tishiga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Xo'p. Chorrahada birinchi bo'lib o'tadi. Qaysi avtomobil o'tadi chorrahada? Birinchi bo'lib qizil avtomobil. O'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tishga ruxsat etadimi? Ruxsat etiladi. Xo'p, endi yakunlaymiz. Qani 20 tadan nechta topdik ekan?
Mana azizlar, hop 20 ta savoldan 11 tasiga to'g'ri javob beribmiz. 9 tasi noto'g'ri. Albatta bu ko'rsatkichda yaxshilab borishga harakat qilamiz birgalikda. Obuna bo'lishni unutmang, bizni kuzatishda davom eting. Barchalarga rahmat.